o'g'il bola bo'lganimda bo'lardi. Bugun sizlar bilan Amerika universitetlari bo'yicha ijtimoiy savol-javob o'tkazamiz. Agarda farzandingiz Amerika universitetlariga 100% grant asosida kirganda Amerikaga jo'natgan bo'larmidingiz? Ha, bo'lardim, jo'natgan bo'lardim. Xo'p, nima sababdan? Bu yoqqa borib tilni yaxshi o'rganadi, malaka oshiradi degandek. Sifat ta'limi ham yaxshiroq Amerikada. Ha. Ha, o'qigan bo'lardim. Xo'p, nima sababdan? Chunki men o'zim diplomatiya sohasiga qiziqaman. Yoshligimdan beri qiziqib kelaman va Amerikada o'qishimning sababi diplomatiya, chunki Amerikada diplomatiya sohasi O'zbekistonga qaraganda ancha rivojlangan va u yerda o'qib kelgandan keyin bu yerda katta imkoniyatlar menga ochiladi. Ha, albatta o'qigan bo'lardim. Xo'p, nima sababdan? Misol, o'tda o'qib, o'tda qolsangiz ham misol pulingizni ishingizni topib ketasiz-da. Bo'l, ish sababdan misol. Ya'ni asosiysi pul o'tdi. Ha. Pul normalniy summa topsa bo'ladi-da o'tda. Yo'q, chunki qiz bolaman. Uydagilarim ham bo'lmaydi. O'g'il bola bo'lganimda bo'lardi. Ya'ni siz fikringizcha qiz bola Amerikada o'qishi yaxshi emas, to'g'ri emas? Albatta o'qigan bo'lardim. Xo'p, nima sababdan o'zi? Ta'lim tizimi yaxshiligidan. Ha, o'qigan bo'lardim. Chunki u yoqda juda ham kuchli networking bo'ladi va shu bilan birga sifatli ta'lim. Men topshirgan paytda aynan SAT makonini men bilmaganman, lekin siz SAT makonga kelishingiz va bu yoqdan maslahatlar olib o'qishga bemalol kirishingiz mumkin. Omad.